Epson T50 ni pрошивка qilish. Xo'p, AP P50 1ga kiramiz. Arxivatsiya qilingandan keyin. Xo'p, mana bunga kiramiz. Ikkinchisiga kiramiz, birinchisiga kiramiz. Xo'p. Bunisini bosamiz ekan. Yaxshimisiz? Seni bosamiz. Xo'p, mana bunga bosamiz. Ha? Velik teshik ekan. Bilmayman. Dami chiqib ketadi tezda. 1 2 3 4-siga boramiz. Mayli. 4-siga bos, OK qilamiz. Xo'p, mana bunga galочка qo'yamiz. Mana buni bosamiz. Birinchi martasiga. Ana undan keyin buni bosamiz. O'zi avtomatik pрошивка qilinadi. Oxirida buni bosamiz. Shu bilan pрошивкamiz tamom bo'ladi. Xo'p, bu ikkalasini bosib, birinchi buni bosamiz. Mana bundan keyin ikkinchisini bosamiz. Mana buni. Buni oxirida mana buni bosamiz. Shu bilan pрошивкamiz tamom bo'ladi.